Assalomu alaykum akalar, ukalar, qadrdonlar, zil 130 ishqibozlari. Hozir xuddi o'zlaringga o'xshagan ashaddiy bir ishqibozi zil 130 ta ishqibozini akamizning mashinasini shu sotuvga qo'yyapti. Shu paytgacha shuncha payt muzeyda saqlanib keldi. O'zi ashaddiy ishqibozi bo'lib terib, tomosha qilib, havasga kayf qilib o'tiradigan akani mashinasini ko'rsatamiz sizlarga. Korobka yangi. Reduktor ham yangi. Motor ham yangi. Motor ham yangi. Mana o'zimniki, karburator o'zimniki, kompressor o'zimniki. Motor yangi motor. Mana roldiki ham o'zimniki. Pompa ham o'zimniki. Motor parzinka nimalari bilan Soyuzniki yangi qo'yilgan. Akalar, qadrdonlar, bizni bilasizlar, biz ko'pincha gaz 53 bilan shug'ullanamiz. Gaz 53lar terib sotamiz. Bu zil 130 kalta kuzovdir ekan. Biz ancha-munchaga shu zillarga tushunavermayman akalar. Shu zil 130 shu kalta kuzovni haqiqiy ashaddiy ishqibozlari Shokir akalar o'zlaring mana bir qator ko'zlaring bilan ko'rib, kelib minib ko'rasizlarmi, boshqami? Bemalol kelib shu akamiz o'zi uchun bu mashinani azaldan o'zi ishqibozi bo'lgan, o'ziga tayyorlagan. Akani endi Xudo omadini berib hozir allaqancha o'ziga yetarli bo'lib mashinani tayyorlagan u, buni minishga vaqti yo'q aka, o'zini boshqa bizneslari bilan shug'ullanib, buni minishga vaqti yetmasdan, qo'li tegmasdan oxiri shu ko'zi qiymasdan shuni sotib olaylikmi uka deb olib kelib qoldi. Sizlarga ilindik akalar, ukalar. Akani aytishi bo'yicha bonni, motor, korobka, zadni motor hamma yo'qni yangi bosganman, umuman remont bo'lmagan, qo'l tegmaganini deb aka o'zi kelib gapirib turibdi. Aylan atrofdan tomosha qilyapmiz. Kabinani ham taylarigacha kirib tomosha qilib, padushkasi, buni hamma yo'g'ini videoga olib chiqaryapmiz akalar. Chirigan, pirigan, boshqa unaqa joyi yo'q ekan akalar. O'zlaring boshdan oyoq iloji boricha sizlarga ko'rsatib o'tishga harakat qildim akalar. Ancha-muncha tushunmaydigan joyimizga o'zlaring ko'rib tushunib olaverasizlar, tushuntirilmagan joyimizga. Nimagaki zil bilan gaz 53 da qancha farqi bor. Biz birda ikkida bu zil 130 kalta kuzov zil bunaqa ishlar bilan shug'ullanmaganligimiz uchun akalar o'zlaringga boshdan oyoq ko'rsatib o'tamiz. Yana o'zlaring kim ishqibozlari kesalaring, bu mashinani bemalol ko'rib, minib ko'raverasizlar akalar. Kabinaning tagidagi padushkalar ham butun, chirimagan, yamaq qo'yilmagan, toza ekan akalar. Endi kimdir xo'rozni ishqibozi zo'r qilib boqib olib, urishiga qiziqib, tomosha qilib o'tiradi. Kimdir qo'chqor, kimdir it, kimdir mashina. Bu akamiz zil 130 da ashaddiy ishqiboz ekan. Qancha ketsa pulni sarf qilib, o'zi minishga vaqti yetmayapti. Endi buni sotib olamiz deyapti. Haqiqatdan mashinaning ko'rinishi bo'yicha hamma yo'g'ida birorta oqqan yog'i boshqasi yo'q. Akalar, mashinamizni narxi $6500 ekan. Yana kelishib ancha tushib berar ekan. Realni oladigan akalarimiz bo'lsa, qiziqqan, yopishgan akalarimiz bo'lsa bemalol telefon qilinglar. Faqat ishqibozlar olaman degan akalar iltimos telefon qilinglar. Shunchaki qiziqib telefon qilib, Toshloqda, Farg'onada xizmatdoshingiz bormi, qarindoshingiz bormi, ularni menga tanishtirmanglar iltimos. Yonimizda klient bo'lishi bor, boshqa bo'lishi bor. Zarur gap bilan, zarur narsa bilan telefon qilinglar. Xudo xolasa albatta javob beramiz. Akalar, manzilimiz Farg'ona, Toshloq. Gaz 53 zapchastlari O'zbekiston bo'yicha yetkazib beriladi. Xudo xolasa ekranga nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol telefon qilishlaring mumkin. E'tiborlaring uchun rahmat. Hammalaring sog' bo'linglar.